Salom azizlarim, bugun men yana sizlar bilan uchrashgim keldi. Sizlarga yana bitta chiroyli ochirim qilgim keldi. Xudo xohlasa, ertangi kunga bizni nimalar kutyapti? Shular haqida ochirim qilgim keldi. Ertaga 29-chisla dushanba kuni meni podpischilarim menga like bosganlarni niyatini oldim, energiyasini oldim. Nimalar kutyapti, nimalar bo'ladi? Ertangi kun biz uchun xayrli kun bo'lishini Allohdan so'raymiz. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Niyatingizni jo'nating, energiyangizni jo'nating. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Bu bitta odamga tushmaydi. Nechta odamga tushadi Alloh bilguvchi yana. Bismillahirrohmanirrohim. Ertangi kunga bizni nimalar kutyapti? Xafa bo'lmanglar klientlarim, xafa bo'lmanglar, menga yakka ochirim qilganlar, yakka ochirim qildirganlar, tozalatinglar deganman, tozalatmabsizlar. Mendan xafa bo'lmanglar. Mana tozalatinglar deb aytdim. Nimagadir tozalatmagansizlarda. Xo'p. Qarang, diabol kartasi tushyapti. Kimlarnidir yo'llari bekik, magiyalar qilingan, kimlarnidir hayotiga yoki bo'lmasam ishiga qandaydir qilingan magiyalarni borligini aytyapti. Balkim bir nimangizga qilingan magiyalar bor ekanda, balkim ish yo'lingizga qilingan, balkim bir boshqa yo'llaringizga, balkim hayotingizga qilingan magiyani borligi deb aytyapti. Bir klientlarimga ham ko'piga aytdim, magiya bor sizda, qandaydir yo'llaringiz bekilgan degan klientlarim bor edi. Shularga ham aytib o'tib ketdim. Albatta shularni niyatini jo'natib turishgan shekilli, menimcha bilmadim, niyati kelib turibgan ekan, shularni kichik qolyapti edi yana. Xo'p, o'zidan qochayotgani, qo'lingizda pul turibdi, baraka turibdi, lekin siz o'zingizdan o'zingiz qochyapsiz. Nimagadir xohlamayapsiz shu narsani qilishga, balkim shu bekilgan shu magiyalarni yechtirgani qandaydir xohlamayapsizmi, teskari qarayapsiz, ketyapsiz, xohlamayapsiz shuni yechirishni deb aytyapti. Qarang, baribir kimlargadir yana sadaqa berishlar tushyapti, qanaqadir ehson qilishinglar, kimdir bir ehson qilmoqchi. Balkim buni tozalash ham ehsonga kiradi. Balkim shuni tozalataman deb kimgadir ko'rsatgan bo'lsangiz, kimgadir tashlagan bo'lsangiz, shu ham ehsonni qatorida hisoblanadi. Sizda aytadi-yu, ehson baloni qaytaradi deb. Ehson baloni qaytaradi. Har xil yomon narsalardan saqlaydi. Ehson qilish kerak bo'lyapti. Yana kimlargadir ehson qilasan deb aytyapti. Va yana Xudo xohlasa bularni qilganingizdan keyin o'zgarishlar bo'ladi deb aytyapti. Hayotingizda kim bilandir sulh tuzishingiz, kim bilandir ishda yoki bo'lmasam ba'zi birlar uchun ishdadir, ba'zi birlarimiz uchun bir hayotda kelishuvlar bo'lishini aytyapti. Shunaqa bir nima bo'lishini aytyapti va ba'zi birlarimiz uchun nimalarnidir hal bo'lishi, sudebniy ishlar, dokumentariy ishlar, shunaqa ishlar bo'ladi deb aytyapti. Balkim kimlarnidir sudi bo'lishi mumkin, balkim kimlarnidir bir hal qiladigan ishlari bo'lishi mumkin. Shularni aytib ketyapti kartalarimiz. Bugungi ochirimimiz mana shulardan iborat. To'liq bilmoqchi bo'lsangiz, sudda nima qila olaman, yuta olaman, yuta olmayman desangiz, balkim bir sulh tuzgan insoningiz bilan qanaqa bo'ladi, barakotli bo'ladimi bu narsalar, balkim bir hayotimda sadaqa bersam, sadaqani orqasidan bir yaxshi ishlar bo'ladimi desangiz, balkim bir o'zingizdan qochyapsiz, qo'lingizda pulingiz turib, hech bola qilgisi kelmayotgan bo'lsa, shularni bir harakat qilsam bo'ladimi deb yakka ochirmoqchi bo'lsangiz, diavolni yechirmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Yakka ochirimga murojaat qiling. Yakka ochirimimiz pullik. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman yana sizlarni. Hammalaringiz ishlaringizga omad, daromadlarni ko'p tilayman, barakotli daromadlar tilab qolaman. Hammalaringizni sog'inib, yaxshi ko'rib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yaxshi ochirimlarda ko'rishguncha
Xudo xohlasa ertaga vaqtim bo'lsa yana bitta chiroyli ochirim qilamiz. Qanaqa o'zgarishlar, nimalar bo'ladi, yana qolganlar uchun chiqishi mumkin. Bu endi hammasi bitta odamga chiqmaydi, hammasi har xil odamlarga chiqadi. Balkim sudebniy ishingiz bordir, balkim yo'lingizda shunaqa bo'lgan ishlar bo'lishi mumkin, balkim bir anaqa bo'lishi mumkin shunaqa. Shuning uchun yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Xudo xohlasa yana yaxshi kunda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.